2025-yil 13-iyun holatiga ko'ra Texnika Advance Servis kompaniyasining showroomida sotib turgan texnikalar bilan sizlarni birma-bir tanishtiramiz. 7,5 hamda 9 metrli bartovoy texnikalarimiz Shakma L3000 shassisida. Avtofourgonlarimiz 7,5 metrli shtorkasiz sotuvda mavjud. Shassisi Shakman bo'lgan tentoviy gruzoviklarimiz buni xolislikla tentini taqsili bo'ladi, xolislikla olib tashlab ishlatsanglar bo'ladi. 7,5 hamda 9 metrlilari sotuvda mavjud. XMG hamda Shantoy brendi ostidagi 165 talik hamda 215 talik greyderlarimiz. Kovshi 03 kuba bo'lgan XMG kompaniyasidan mini ekskavatorlarimiz. XMG dan 150 talik ekskavatorlarimiz Kovshi 07 kuba. Shantoydan 150 talik ekskavatorimiz. XMG dan VZ3025 ekskavator pogruzchigimiz. Shantoy hamda XMG kompaniyasidan 2,1 3 kubalik pogruzchiklarimiz. Buldozerlar bilan dunyoga mashhur bo'lgan Shantoy kompaniyasidan SD16 buldozerlarimiz. Shassisi GMC bo'lgan avtovishka avtoliftlarimiz 32 hamda 28 metrlilari ham mavjud. Katoklarimizda 900 kilolik hamda 3 tonnali Shantoy kompaniyasidan. Ushbu katokimizda 14 tonnali Adnavalsoy Shantoy brendidan. XMG kompaniyasidan XD83 duxvalsoy katoklarimizda Krab V-kod bilan. Videoda ko'rgan barcha texnikalar Texnika Advance Servis kompaniyasining showroomlari sotuvda tayyor turibdi. Kelasizlar hujjatlarni 1 soatda rasmiylashtirib texnikani olib ketsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ushbu texnikalarning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda narx deb yozinglar, biz sizlarga to'liq ro'yxatni narxi bilan tashib beramiz.